Yumoristlar orasidagi eng yaxshi shifokor Ozod Shukurulloyev ayolining hayotini saqlab qolgani va sobiq partnyorlari bilan nima sababdan ijodni to'xtatgani haqida so'zlab berdi. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar uz kanali. Bizga obuna bo'ling, bir dona like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Hamkasblari tomonidan shifokorlar orasidagi eng yaxshi yumoristlar orasidagi eng yaxshi shifokor deya ta'riflanuvchi Instagramda oilaviy vaynlari bilan kuzatuvchilarning e'tiboriga tushgan komik asl kasbi jarroh bo'lgan Ozod Shukurulloyev rafiqasi Maftuna Shukurulloyeva bilan qiziqarli tanishuvi, videolari qanday suratga olinishi hamda asl kasbi tufayli ayolning hayotini saqlab qolgani haqida intervyu berdi. Ozodning bo'lajak rafiqasi qanday bo'lishi kerak edi? Har bir inson juft tanlashdan oldin u qanday sifatlarga ega bo'lishi kerakligi haqida o'ziga belgilab oladi-ku. Menda ham ayolim matematika o'qituvchisi bo'lsa edi degan xohish bo'lgan. Sababi u farzandlarimizga, ayniqsa qizlarimizga matematikani o'rgatsa, ularda teran fikrlash kuchli bo'ladi va yoniga kelib aldayotgan yigitni bittada bilib oladi. Ularni aldab bo'lmaydi deb o'ylaganman. Keyingi jihati, o'zimiz taraflik qiz bo'lgani yaxshi, chunki dunyoqarash, hayot tarzi, urf-odatlar o'xshash bo'ladi va ortiqcha janjal kelib chiqmaydi deganman. Bo'lajak ayolimning shu taraflariga e'tiborli bo'laman degandim. Sizga uylanmoqchiman, bir og'iz ogohlantirib qo'yay. To'yimizga 9 yil bo'libdi. Hozirda 3 farzandning ota-onasimiz. Men 2017-yil kuzda 7-kursligimda qishloqqa borganman. O'sha payt onam to'yiga borib kelgan va chiroyli qiz ko'rib qoldim degan. Rasmini so'rasam ko'rsatgan. Kasbi matematika o'qituvchisi, o'zimiz tarafdan degan. Shunda miyamda bu qizga nisbatan 2 karra yashil chiroq yongan. Telefon raqamini olib saqlab ko'rsam, Telegram chiqmagan. Bu yana bitta qo'shimcha plyus bo'lgan. Odnoklassnikiga ism familiyasini kiritsam, u yerda ham yo'q. Keyin bilsam, oddiy knopkali telefon tutar ekan. Shartta qo'ng'iroq qilib, "Yaxshimisiz Maftuna? Ismim Ozod. Zarafshondanman. Tibbiyot institutini bitiryapman. Sizga uylanmoqchi edim. Shuni bir og'iz aytib qo'yay deb qo'ng'iroq qilayotgan edim" deganman. U darsda edim deb o'chirib qo'ygan. Onamning yoniga borib, "Bunday dedim, desam jinnimisan? Avval uchrashib yuraylik demadingmi?" degan. "Yo'q demadim. Shu qizga uylanaman deb qaror bilan keyin uchrashuvga chiqqanman" deya eslaydi Ozod Shukurulloyev. Bemorlarning vafoti haqida yaqinlariga ayta olmayman. Agar men Maftunani uchratmaganimda tibbiyotni tashlagan, o'zligini topolmayotgan, ichkilikka berilgan omadsiz ijodkor bo'lardim. Men tibbiyotda har bir jarrohning kichik qabristoni bo'lishini ko'tara olmaganman. Mingta odam davolasangiz ham bitta odamni qutqara olmagan holatingiz bo'ladi. Ba'zida 30 joydan pichoqlangan odamning jonini asrab qolasiz u oddiy ko'rjak bilan kirgan yoshgina yigitning hayoti o'sha yerda tugab qoladi va yaqinlarining oldiga chiqib, shu inson endi yo'q deyishga jur'at topish kerak bo'ladi va bu katta kuch talab etadi. Tashxis qo'yish bo'ladimi, operatsiyalarmi, plastik jarrohlikda eng nozik qism yuz tikish bo'ladimi? Hammasini qilishim mumkin, ammo chiqib mana bu yeri bunaqa bo'lib qoldi deyish mening qo'limdan kelmas ekan deganman, deydi Ozod Shukurulloyev. Kulgili vaziyatlar oldin oilamizda bo'ladi, keyin vayn qilib chiqamiz. Maftuna boshqa partnyorlarim bilan ishimga aralashmagan. Uyda pul kelib turibdimi, bo'ldi. Rashk qilib qayerdasiz, nega kech kelyapsiz demaydi. Mening xarakterimni ham biladi. Ish vaqtida shundoq ham ko'p narsani o'ylayman. Undan tashqari biror narsani o'ylashga vaqtim ham qolmaydi. Masalan, uyda syomka qilish kerak bo'ladigan vaynlar bo'lib qolardi. Madina Karimova bilan partnyor bo'lib ishlagan vaqtim bir videoyimiz 70 million martadan ortiq tomosha qilindi. Turli davlatlardan odamlar izoh yozib kuzata boshladi. Shunda bizni keng auditoriya kuzatsa, balki chet elda ijod qilishga ham to'g'ri kelib qolar degan fikr paydo bo'ldi. Bunda esa hech qaysi partnyor bilan 6-7 oy boshqa joyda qolib bo'lmaydi. Ularning ham turmushga chiqadigan vaqti keladi. Mana shunday vaziyatda o'zimning ayolim Maftuna bilan ijodimni davom ettirishga qaror qildim, deydi Vayner. Men shoshqaloqman, Maftuna xotirjam. Men tabiatan shoshqaloq, talabchan, tez-tez qimirla deb turadigan xildanman. Maftuna esa mening butkul aksim. Bir ish qilsa sekin, bemalol, xotirjam bajaradi. Masalan, syomka vaqtida vazani tez mana bu yerga qo'y desam, u avval vazani oladi, obdon yuvadi, suv to'ldiradi, gulni soladi va stolning ustiga olib keladi. U yer bu yerini to'g'rilab ham qo'yadi. Bu yoqda men asabiylashib ketaman, deydi Ozod Shukurulloyev. Maftuna sahnada turib bersa bo'ldi, odamlar kulaveradi.
Ozod Shukurulloyev 2020-yilda Xalqlar do'stligi sahnasida ham stendap konsertini taqdim etgan edi. Endi yumorist rafiqasi Maftunani ham sahnaga olib chiqyapti. Juftlik Sen va men shousida bir qancha hazillar bilan sahna ko'rinishlarini taqdim etdi. Tomoshabinlar Maftunani borligicha yaxshi ko'radi. Undan professional ijro kutmaydi hech kim. U adashib ketsa ham kulgili chiqaveradi. Maftuna xuddi oddiy o'zbek ayoli siymosiday. Har bir ayol o'zini ko'radi, deydi komik. Sen sahnaga chiqib o'tirsang bo'ldi. Odamlarning o'zi kuladi, deydilar, deydi Maftuna Shukurulloyeva. Ayolimni tug'ruqdan keyin o'zim davolaganman. Karantin vaqtida respublika bo'ylab barcha kasalxonalar COVID-19 ni davolash markaziga aylantirilgan. Kasal ko'pligidan hatto tez yordam mashinalarida olib kelingan bemorlarni klinikalar qabul qila olmaydigan holat yuzaga kelgandi. Shu vaqtda ikkinchi qizimiz Nozanin tug'ildi. Tug'ruqxonadan menga qo'ng'iroq qilib, agar ayolim va chaqaloqni bugun olib ketmasam, kasalxona 1-2 oyga yopilishi va ular chiqolmay qolishini aytishgan. Borib olib ketganman. Tug'ruqning 2 yo 3 kunida Maftunada isitma ko'tarilib, 40-41 daraja bo'lib ketgan. Qon bosimi 170-180 ga ko'tarilib ketyapti. Singlim ginekolog, unga qo'ng'iroq qilganman. Maftunada kesircha kesish vaqtida infeksiyalanish holati, ya'ni bachadonda qon to'planishi va uning infeksiyalanish belgilari bo'lgan. O'shanda bachadon olib tashlanishi ehtimoli bor deyishgan. Osma ukol qilsam allergiya berib yuborgan. Kamiga uyqudan bir uyg'onib ketib, dadasi tushimda o'lib qolibman degan. Unga dunyodagi eng kuchli jarrohning yonida qanday o'lasan deganman-u, ichimda o'zimga o'zim yo'q deb qo'yaman. 2 kundan keyin yaxshi bo'lib ketgan. Shukr. Shunda 10 yil tibbiyot sohasida o'qiganimga rozi bo'lib yuborganman. Shu 2 kun uchun o'qigan ekanman-da, deya eslaydi Ozod Shukurulloyev ayoliga o'zi g'amxo'rlik qilgan haqida. Juftingizdan qaysi holatlarda faxrlanasiz degan savolga Maftunadan ijod bilan bog'liq holatlarda emas, kuladi. Dunyo buzilib kelib yoniga o'tirsangiz, nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti deb so'ramaydi. Umuman farqi yo'q. Instagramda biror voqea aylanayotgan bo'lsa, qara shunday bo'libdimi desam, bilmadim deydi. Biror qarindoshimiz yoki falonchining hayoti bunday bo'layotgan ekan desam, eshitmabman deydi. Shu xarakterini juda yaxshi ko'raman, deydi Ozod Shukurulloyev. Turmush o'rtog'imning mehribonligi va oilaparvarligini yaxshi ko'raman. Uyga kelsa yonimizda bo'lsa xotirjam bo'laman, deydi Maftuna. Juftlik haqida qiziqarli faktlar. Ozod Shukurulloyev qarigan ezmachol bo'lishini tan oladi. Er-xotin ikkalasi ham tanqidni ko'tara olmaydi. Ozod Shukurulloyev kichik narsani ham katta muammoga aylantirib yubora oladi. Vayinlarda Maftunani deb ko'proq dubl qilinadi. Ozod Shukurulloyev bir narsani takror eslatishda chempion. Oila boshlig'i bayramlarini unutib qo'yadi va ovqat tanlaydi. Ozod Shukurulloyev pianino chalib, improvizatsiya qilishda ham tasavvuri juda kuchli. Bizda juftlik haqida hozircha ma'lumotlar shu. Bizdan uzoqlashmang, yangiliklar uz kanaliga obuna bo'ling.